Assalomu alaykum hammaga. Bu videomuz usta aka-ukalarimiz uchun. Bunaqa jag'day 10-20% uylarda uchrab turadi. Buning sababi proyomni razmeriga ahamiyat berishmaydi. Shunaqa paytda endi remontni boshlashdan oldin razmerini bilmasanglar, biladigan usta aka-ukalarimizning razmerlarini so'rab olsanglar, uy egasini necha eshik qilasizlar, shunga qarab joylarni tashlab ketsanglar, oxirida o'zingizlarga mana shunaqa ish chiqib turmaydi. Masalan, 220 lik eshik qilmoqchi bo'lsanglar, balandligini 230 qilib, откос qilib qo'ysanglar, cho'tka qilib, o'sha yan tarafida ham mana bunaqa joylar chiqib qolmaydi, mana ochilib qolmaydi. Mana shularga o'xshab ochilib qolmaydi. Sizlarga hozir razmerlarni aytib ketadigan bo'lsam, masalan, 2 metrlik eshik bo'layotgan bo'lsa, seman holatidan 210 qilasizlar balandligini. Eni 90 lik eshik qilinayotgan bo'lsa, rovna 1 metr qilasizlar enini. Rovna 1 metr qilib, откос chiqizasizlar, balandligini 210 qilib qo'ysanglar, bu откос chiqizilganini yana bitta foydasi, eshiginglar erta kuni eshik qo'yilsa, klinlar qistiriladi. Cho'tki yaxshi plotno qisadi klinlar ham. Pena urilganda ham ravnomerniy birdek qisadi bu pena ham. Shunaqa plus taraflari bor. Keyin yana mana shunaqa bo'lib ochilib qolmaydi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar.